Tushda zakot ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushdagi mol zakoti molning ziyoda bo'lishiga ishora bo'ladi. Agar tushida fitr zakotini berayotganini ko'rsa, namoz o'qib, tasbih aytishiga va farovonlik topishini bildiradi. Agar qarzi bo'lsa qutuladi, bemor bo'lsa shifo topadi, dushmani bo'lsa g'alaba qozonadi. Kirmoniyning aytishicha, kimki mol zakotini berayotganini ko'rsa, moli joyida bo'ladi va yo'q bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqida hadisda shunday deydilar: mollaringizni zakot berish bilan asranglar. Mol zakotini berayotganini ko'rsa, molining ziyoda bo'lishiga ishora bo'ladi. Hazrati Sodiqning ta'kidlashlaricha, tushda mol zakotini berish 7 narsani bildiradi: bashoratni, xayru barakani, mushkul ishlarning hal bo'lishini, hojatlarning ravo bo'lishini, yorug'likni, g'amdan qutulish va boylik ziyoda bo'lishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.